Yuz turiga qarab SPF tanlab bering. Qani ketdik. Eng uzoq soat turadigan va eng kuchli himoyaga ega SPF. Dr. Lab brendidan Azulin SPF tarkibida vitamin E'lari bo'lib, ajinlarga ham yordam beradi va terining elastikligini ham oshiradi. Himoyasi 12 soatga yetadi. Quruq va dog'li yuzlar uchun eng yaxshi namlantiruvchi SPF. Medisan SPF. Agar yuzingiz quruq bo'lsa, bu SPF sizga zo'r tushadi. Ajinlarga qarshi ham ishlab beradi. Eng yog'li yuzlar uchun Matovey SPF. All Day SPF. Bu SPF yog'li, porali, ugrili yuzlar uchun eng yaxshisi. Porali yuzlar uchun eng yaxshi SPF. Glow SPF Suelo brendidan tarkibida PDRNlari bo'lib, poralarni zadevать qilib qo'ymaydigan, poralarni yopib qo'ymaydigan, lekin poralarni kichraytirishga yordam beradigan eng yaxshi SPF. O'ta qizaruvchan yuzlar uchun eng yaxshi SPF. RT brendidan 50+ SPF qizaruvchan, rozatsiya va kuperyozasi bor qizlar uchun eng yaxshisi. Juda yosh qizlar uchun eng tabiiy tarkibli SPF. Bizskin brendidan Aloe SPF. Tarkibi tabiiy bo'lib, terini zararlamaydi. Himoyasi juda ham yaxshi. Obuna bo'lishni unutmang.